Yaponiyadagi eng g'alati TikTokershi. Uni tarakanlar mashhur qildi. Tanishingiz Sayko-chan, Yaponiyadagi TikTokershi. Uni TikTokida 400 mingdan ortiq obunachilari bor. Sayko-chan 2025-yilda martda TikTok ochadi va o'zini qanaqa qilib yashayotganini TikTokka video qilib joylay boshlaydi. U bir kuni o'zini obunachilariga qanaqa qilib ovqat qilayotganini ko'rsatadi va u ovqat qilayotganda uni tarakanlari bitta emas, ikkita emas, millionlab tarakanlari qozonni atrofida aylanib yurganini ko'rishadi. O'shandan keyin Sayko-channing TikTokida axlatlar, prosmotrlar ko'payib ketadi. Sayko-chan Yaponiyada, Tokioda bitta kvartirani arendaga olib yashardi va uni uyi juda ham boshqacha edi. Uni uyiga kirsanglar yoki videodan ko'rayotgan bo'lsanglar, ichi to'la axlatxona edi. TikTokershi hech qaysi narsani axlatga otmasdi va axlat ko'pligidan uni uyining ichida millionlab tarakanlar paydo bo'ladi va u tarakanlarni Sayko-chan erkalab mani do'stlarimni chaqirardi. Ko'rsanglar bo'ladi, bitta videosida u morozilkadan go'sht olyapti va go'sht ichida tarakanlar ham birga yurishibdi. Ikkinchi kuni esa u morozilkasidan farsh oladi, tirik farsh, ya'ni pishirilmagan farsh olib yeyotganini ko'rsatadi. Yana bir kuni esa qanaqa qilib qozonga tarakanlarni solib pishirayotganini ko'rsatadi. Bu narsalar esa odamlarga juda ham qiziq edi va Sayko-channing prosmotri kundan kunga oshib boradi. Sekin-sekin u qanaqa qilib axlatxonasining o'rtasida o'ynayotganini ko'rsatadi, TikToklar olayotganini ko'rsatadi yoki ko'chada nimanidir reklamirovat qilayotganini ko'rsatib boshlaydi. Sayko-chan turadigan 4 qavatli xonadonda esa qo'shnilarning uylari tarakan bosib ketadi va ular Sayko-changa birinchi xat yozishadi, yaxshilikcha, iltimos, uyni tozalang deb. Bu xatni ko'rib Sayko-chan uyni tozalash o'rniga esa qo'shnilarni so'kib boshlaydi va bu narsani videoga olib o'zini TikTokga qo'yadi. Bir necha kundan so'ng esa Sayko-channing uyini egasi keladi va uni u yerdan chiqib ketishni aytadi. Lekin qiz buni bir tiyinga ham olmaydi. Sayko-channing pastida esa bitta ofis bor edi. Ofisdagi ishchilarning aytishi bo'yicha ular har kun ertalab kelib birinchi qiladigan ishi bu yerdagi tarakanlarni pilisoslash bo'lgan ekan. Sayko-chan shunaqa qilib yurgandan keyin xazaykasi, ya'ni Sayko-channing uyining egasi uni sudga berishga majbur bo'ladi. Lekin qiz men aytganimga juda ham be'tibor edi va bu narsalarga u e'tibor bermaydi umuman. Va sud unga $7000 atrofida shtraf to'lasin deydi. Uning egasi esa Sayko-channing uyini zamonkini o'zgartirib ketadi. Shundan so'ng Sayko-chan uyga kiraman deganda kira olmaydi. U bundan keyin 1-2 kun otelda uxlaydi. Otelda uxlagandan keyin u kechqurun klubga chiqadi va klubda bir ikkita bola bilan tanishadi. U bola bilan tanishganda, "Iltimos, menga yordam bera olasizlarmi? Men o'zim uyimga kira olmayman" deydi va u bolani o'sha uyga olib boradi va bitta bola balkondan chiqib, uy eshigini ichkaridan ochadi va boyagi bola Sayko-channing uyini ko'rib qo'rqib ketadi va va bu narsaga shok bo'lib qoladi. Men o'zimni zo'rg'a ushlab turibman, kulvormay deb.